Do'stlarim, men nima dedim sizga? Hozir bu gol urishini darvozabonni sezib turgan edi. Tojikistonning Abbos Elmurodova. Fatimova bilan bo'lgan bahsda ko'plab vaziyatlarni ko'kka sovurdi. Darvozabon esa darvoza bo'sh, gol. Oy, qanday kombinatsiya. Qanday chiroyli gol. Musobaqaning eng chiroyli gollaridan biri. Darvozabon ishtirok etdi. Barobar. Barobar. Geç qoldi. Gol! Darvozabondan ikkinchi gol. Yeruzbek Muradov kubel. Faqat darvozabonga yo'latishdi. Tojiklarga. Qarang. Aldab o'tdi. Zarba berdi. Darvozabondan dubl. Maydonni saqlab qoldi. Zarba, gol. 3-1. 4-raqamdagi futbolchi raqib darvozasini ishg'ol qildi. Nasrat Shoh Ismoilov. Qiziq. Hamma ishni Aliyev bajaradi. Golni esa Nasrat Shoh Ismoilov yaxshi o'tdi. Zarba bergandek go'yo. Nasrat Shoh Ismoilov. Darvozabon oldiga chiqyapti. Endi tavakkal qiladigan payt keldi aslida. Zarba noaniq. Qo'yapsiz. Endi bilmadim, bu meni shaxsiy fikrim. Darvozabon to'pni oldi. Qo'yindek. Mana imkoniyat. Gol. Barobar. Aytib turibman, hozir qiyin tushirish kerak edi. Allaqachon. Time out olmoqda. Golni ko'ramiz. Bahodir Xo'jayev To'rubir. Aqlli pas. Aqlli zarba. Io no, ma adesso questo non va bene. Darvozabon to'pga boryapti. Zo'r
Yana ay. Uchrashuv qahramoni ma'lum kimligi, lekin oxirigacha kuzataylik. Yana nimalar bo'ladi? Qanday imkoniyatda bu futbolchiga. Bahodir Tojikiston terma jamoasi a'zolari esa 4-1 hisobda g'alaba qozonib, turnir jadvalida 2-o'ringa chiqib olmoqda. Do'stlar, yana bir necha